Bu reseptni saqlab olsangiz ömrünüzün oxirigacha cho'qim foydalanasiz. Bulubmu revmatizm, bo'g'im yallig'i, yellik bo'g'im og'riydiganlar cho'qim saqlab oling. Bir dona baş sunjangni to'g'risiga to'g'rab bo'lgandan keyin qachiga to'kib ustiga muvofiq suv qo'yamiz. Ustiga bir qoshiq tuz to'kkandan keyin 5 minut chilab qo'yib, zanjibilni uvlab suzib elib olamiz. Ganjo qilib ketib olinglar, har vaqt yangiliklar huzuringlarda. Qozonga muvofiq suv quygandan keyin jumbil ustiga ratlik tizib 5 minut qaynatamiz. Ondan zanjibil yumshoq holati bo'ldi, to'g'risiga ushoq to'g'rab 500 gram kelgidek aynak qutini tayyorlab olamiz. Başta tayyorlab olgan zanjibilni silib, ustiga oqnavatdan 20 gram kona achchiq suvni to'lg'idek holatda quyib, bir kun og'zini yem etib qo'yamiz. Har qatim iste'mol qilgan vaqtimizda 20 ml dan bir kunda 2 vaqt iste'mol qilib berganda badanga bo'lgan shifoliq roli zaharni qaytarish, yal va namlikni yo'qotish, talni sog'lomlashtirish, oshqozonni illatish, yalliq qaytarish, bakteriya o'ldirish roli bor. Revmatizmlik bo'g'im yallig'i, yallik bo'g'im og'riqi, bel og'rish, put-qo'l mag'dursizlanish, zukam, oshqozonni sovuq qoplab ketish qatorli kasalliklarni yaxshilaydi. Qon aylanishini tezlatib, badanning immunit kuchini oshirib, ichki ajratma iqtidorini tengshab, musbatlikni oshirib, jigar iqtidorini yaxshilash rolini o'ynaydi. Mazmunum yarsa yurak berib qo'yg'ach,